Rus tili bo'yicha sertifikat olishga qiynalyapsizmi? Unda biz sizga yordam beramiz. Bundan tashqari, reyestrdan chiqarish va patent olishdagi boshqa muammolarni hal qilamiz. Xizmat haqqi esa ish bajarilgandan keyin amalga oshiriladi. Murojaat uchun WhatsApp va imo orqali bog'lanishingiz mumkin. Hayotda urushmaydi. Bularning bahonasi nima aytaymi? Karim Rahimov va Nursulton Ro'ziboyev. Xabaringiz borki, bir necha kun oldin Nursulton Ro'ziboyev Karim Rahimov haqida gapirgan edi. O'zlaring urushaman deyapsan. Pul so'rab nima qilasan? Senga kallani ishlataylik. Vizitda qabul qilishdingmi? Aynan mana shu so'zlarni Karim Rahimov o'zining rasmiy sahifasiga joyladi. Humoyun To'xtamurodov, я наткнулся на твое видео, где ты что-то говоришь про мою медику. Nima deb o'ylaysiz? Humoyun To'xtamurodov va Karim Rahimov jang qiladigan bo'lsa, kimning qo'li baland keladi? Ushbu jang bo'ladimi? Albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. Hayotda duxlari yetmaydi u bilan urushishga. U hammasini uradi u. Hayotda urushmaydi. Hayotda urushmaydi. Yozganingizni kimligini o'qimayman. SMS-ingizga javobim mana. Hayotda urushmaydi. Bularning bahonasi nima aytaymi? Biz O'zbekistondagilar Karim Rahimov Tojik bilan birga necha marta urushaman deyapti. Necha marta urushaman deyapti. Nimaga urushmayapti? Sababini so'rasa aytadiki, organizatorlar bizga normalniy условия bermadi. Qanaqa условия? Normalniy pul to'lamadi. O'zlaring urushaman deyapsan. Pul so'rab nima qilasan? Senga kallani ishlataylik. Vizitda qabul qilishdingmi? U oktagon, u dunyoning pulini bermaydi o'zi. Lekin uriniga qarab pul beradi. Yo'q, bizga puli to'g'ri kelmadi, boshqa narsasi to'g'ri kelmadi deb turib o'yindan chiqib ketadi. Hayotda duxlari yetmaydi u bilan urushishga. U hammasini uradi u. Qani shunaqa narsani bahona qilmasin, chiqib ko'rishsinchi, malades. Erkak ekan. Vizitni qabul qilib urishib ekan deyman. Любой payt tayyorman deydi. Hali chiqmading desa, organizatorlar условияni yaxshi qilib bermadi, pulini yaxshi qilib bermadi. Tavba qildim. Humoyун To'xtamurodov, я наткнулся на твое видео, где ты что-то говоришь про мою медику. С твоей стороны, я считаю, вообще нелепо что-то говорить в мой адрес в плане моей медики и всего остального. Но между нами есть одна большая отличие. У меня есть репутация профессионального бойца, который принимает все вызовы и выходит, дерется в октагон. А ты всегда выбираешь себе соперников слабее себя, дерешься с проходными бойцами. Из-за этого твои же зрители тебя недолюбливают и считают нас с тобой поединок невозможным. Поэтому я готов рассмотреть любые варианты нашего поединка. Хоть по ММА, хоть по боксу, хоть по шашкам. Я жду контракта. А пока у нас только пустой лист, как и твои обещания. Всем ассаламу алейкум, вы меня знаете. Пару слов. Кидай обратно.